Abdumalikka soch qanaqa olamiz? Sochni chiroyli qilib qo'yasiz, 0 dan boshlab taglarini, yo'llarini. 0 da yonlarni aytyapsizmi? Ha, Ha, yon orqalarini kalta qilib yurasiz, kalta to'g'rimi? ko'rasan. Shuni hisobiga hozir mana siz sochingiz yo'jiku o'zi. Kaltaroq qilganingizda yonlarni o'sishda har uni hozir 20 kun bo'ldimi oldirganingizga? Ha, Har 20 kunda uje mana quloqlaringiz ustida tushib, neto bo'lib qolgan o'sishi. Yonlarini, orqalarini o'zi yetganda mayli kaltaroq qilishga harakat qilamiz. O'zi uzunroq qilib o'stirsangiz, o'sgani sari chiroyli bo'ladi. Siz yojik sochi. Yojik sochda sizniki chiroyliroq bo'ladi o'sgan sari. Men hozir mayli bittada men o'stirib bera olmayman. Bir safar siz aytganingizdek qilib o'sha yonlarni, orqalarini chiroyli qilib yuzingizga mos formula berishga harakat qilamiz. Tepalarini kalta qilib olmasa nima deysiz, tariydigan qilib beraman sizga. Buni ozgina 10-15 kunga 15 yoshga yoshartiramiz. O'zgarishga tayyormisiz? tayyorman o'ylashga. Qanday bo'ldi Abdumalikka? Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Yoqdimi? Ha, yoqdi. Ko'nglimdagi hech O'zgarish qanaqa o'zgarish? o'zgarishi gap yo'q. 20 yoshga qaytdim o'sha kunlardagi. Xursand bo'lgan bo'lsangiz, bu Juda ham yoqqan bo'lsa, xursandman, mana aka. Juda ham xursandman. Kattakon rahmat. Hop, sog' bo'ling. Hop.